Obyektimizni konteyner xonasini nihoyasiga yetkazdik. Katta yo'lni yoqib, ispitaniya qilib, graduslarni 60 ga chiqarib qo'ydik. Katta yo'limizni tashqariga shu ko'rinishda o'rnatib qo'yganmiz. Qolgan sistemalar shu podvalning ichida. Ham katta yo'lini qo'yganmiz, tashqariga sistemalarni podvalga shuna qilib budjetniy variantni ixcham qilib, chiroyli shu ko'rinishda montaj qilyapmiz. Nihoyasiga yetkazdik. Obyektimizni umumiy maydoni 80 kvadrat. Bu joy oshxona, to'g'rida sanuzel bor, rakovinani kirovishli perxoshkaga qo'yganmiz. Ichkarida joy bo'lmaganligi uchun shu ko'rinishda sushilka qo'yib ketilgan. Hammomimizni issiq suv, sovuq suv montajlari ham luchovый sistemada bo'lgan. Resirkulyatsiya qilingan. Smestitel ochganda issiq suvni kutib qolinmaydi, sirazi issiq suv tushadi. Bu joyda bitta unitazimiz bo'ladi. Kirishdan o'ng tomonda yotoqxona bo'ladi. Divanni o'rni tashab ketilgan. Hamda shkaflarni joyi tashab ketilgan. Bu yerda ham bitta radiator, ham topli pol bo'lgan. Bu topli polimizni ko'mnitniy termostat orqali boshqariladi. Qolgan xonalarga umumiy bitta gradus beriladi. 3 ta yotoqxona bo'lsa, ularda gradusini pastroq qilib ishlatish imkoniyatini beradi. Wi-Fi orqali ham ishlaydi. Montajlarni qilib, chiroyli qilib, kabellarda kollektorgacha olib borib, termogolovkalarni qo'yib berganmiz. Oshxonamizda ham mebelni o'rnini tashab ketganmiz, topli polini. Bu joyda bitta xolodilnik bo'ladi, xolodilnik o'rnini alohida qilib tashab ketganmiz. Bu luchovый kollektorimiz, hammomlarimizni issiq suv, sovuq suv kollektori. Biz topli pol hamda radiatorimizni kollektori shu ko'rinishda bo'lgan. Mikserning kurpi orqali bitta trassadan radiator ham topli polda ishlatish imkoniyatini beradi. Keyingi xonamiz ham spalnida divanni o'rni tashab ketilgan. Bu joyga ham shu ko'rinishda ko'mnitniy termostat tashab ketilgan. Keyingi xona detskiy bo'ladi. Bitta ham radiator hamda topli pol bo'lgan. Divanlarda joyi tashab ketilgan. Bu yerda ham shunaqa datchigimiz bor, ko'mnitniy termostat bilan. Bu keyingi sanuzel, bu yerda ham bitta sushilka. Montajlarimiz shu ko'rinishda bo'lgan. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib, muomala qilishingiz mumkin.